Assalomu alaykum barchaga. Yana bir narsani hisobga olib qo'yish kerak. Bu chiziqli funksiya deyish kerak mana uni ko'rib. Masalan, qaysi bir to'g'ri? Faqat bir. Chunki minus bo'lganligi uchun minus 11 bu yoqda yo'q. Nimani olib qo'ymagin? Endi sizga savol. Qo'ymaysizlar. Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlar bilan 16-misollar tahlilini boshlaymiz. Birinchi misolga e'tibor beringlar. Ifodani hisob-kitob qilishimiz kerak. Iloji boricha ikkita usulda ishlashga harakat qilamiz. Birinchisi, tabiiy ishlash usuliga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni, mana buni kimdir yaxshi yodlagan formulasini kimdir ochib chiqadi. Bilgan biladi, bu 1 minus sinus 2 alfani beradi. Endi uni yodlamagandim, sal esdan chiqaribman desa, ochadi. Sinus kvadrat x, ikkita sinus x kosinus x plus kosinus kvadrat x. Tushundinglarmi? Pastga tushdim. Mana bu yarim burchak formulasi. Sinus kvadrat x taqsim 2 ning formulasi 1 minus kosinus x taqsim 2 degan formula bo'lardi. Mana bu yerda katta ildiz bo'lardi. Agar kvadrati bo'lmasa, esga tushdim. Mana bu x taqsim 2 bo'lsa, bu yerda butun x, ya'ni 2 barobari. Tushunarli? Bu yerda 4x tursa, bu yerda 8x bo'ladi. Tushunarli? 2 barobar katta. Endi shu bo'yicha ishlayman. Bu narsa bunga teng 1 minus kosinus yozilishi kerak ekan. 2 baravari degani shuni 2 ga ko'paytirgin degani. 2 pi taqsim 4 minus x taqsim nima? Tushundinglar ma'nosi? Xo'p, endi mana bu ikkalasi birni beradi bizga, xabaringlar bor. Bu narsa turishi formula sinus 2 alfa, ya'ni 2x. Ma'qulmi? Pastga tushdik. Pi taqsim 2 ga ko'paytirsam 1 minus kosinus pi taqsim 2 bo'lib qoladi. Bu 2 ni ko'paytirsam oxirigacha ko'paytiraman 2x bo'ladi. Taqsim 2. 2 tepaga aylanib chiqadi. Aylanib chiqsa 2 1 minus sinus 2x bo'ladi. Mahraj 1 minus nomi kosinusdan sinus 2x o'tib ketadi. Va pi taqsim 2 minus bo'lganligi uchun, birinchi chorakda bo'lgan ishora o'zgarmaydi. Mana bu ikkalasi qisqarib ketsa nima qoladi? 2 degan javob chiqar ekan. Tushundinglar? Demak, natija 2 bo'lgan ekan. Savol yo'qmi? Endi o'sha gap. Trigonometriyani mana formulani bilmagan bola qiynalib qoladi. Bu tipdagi savollarga gradus qo'yib ishlasa ham bo'ladi. Masalan, ikkinchi usul. X ga misol uchun deylik, minus 45 gradus tanlab. Olani 45 tanlab qolay, mayli. 45 gradus tanlasa bo'lmas ekanda. Minus 0 gradus tanlayman x ga. Rozimisizlar? X ga 0 gradus tanladim. Bitta xavfli joyi bor, oxirida aytaman. 0 tanladim. 0 qo'ysam sinus 0 da qanaqa javob chiqadi? 0 qo'ysam kosinus 0 da. Mana deysiz, pastga tushamiz. 0 qo'ysam 45 bo'lib qoladi. Sinus 45 da. Qovusda nimasi bor? Zo'r. Minus 1 ning kvadrati 1. Buni kvadrati 2, buni kvadrati nega 2 ligini bildinglar? Qisqardi. Mana 1 taqsim 2 ku. Aylanib chiqib nima chiqyapti? Qaysi javobda 2 bor degan holatda endi bu. Men qo'rqaman, boshqa variant 2 chiqarib qo'ysa-chi, masalan, A da 2 turibdi. Qo'rqayotganim mabododa endi mana bu ham 2 chiqarib qo'ysa-chi, hisob kitobi deb o'ylayapman. Tushunarlimi? Bo'lishi mumkinmi yo'q? Mumkin. 0 tanlasam 2 kere 0 0, sinus 0 dan nima chiqaradi? 1 plus 0 minus 1 taqsim 1 nimani beradi? Ko'ngil to'q. Tushunarli? D variantda 1 turibdi. S variantda xullas kalom mahraj 0 bo'lib qolar ekan. Bo'sh to'planib qoladi, ko'ryapsizlar? Shuni hisobiga o'xshamas ekan. Demak, qaysi javob ekan? A javob 2 deb gradus qo'yib chiqib ketdik. Nimaga 45 tanlamadim, sezdinglarmi? 45 qo'ysa mahraj nima bo'lib qo'yapti? 0 bo'lib qo'yapti. Tushunarli? Shuni hisobiga ololmas ekanmiz. Savollar yo'qmi? Tushundingmi? Bo'ldi, yoza olamiz. 5-misolga qaranglar. 5-sida bekordan bekorga tenglamada mana ikkalasini bir xil qilib qo'ymagan. To'g'ri, qisqartirishimiz uchun bergan. Yana bir narsani hisobga olib qo'yish kerak, oxirida aniqlanib soha degan narsalar, tushunarli? Hozircha qisqartirib turamiz. Lekin oxirida bilamiz, mahraj 0 ga teng bo'lmasin, kelishdiki. Bo'ldi. Ketdik. O'zim uchun yozib qo'y, aqlim bor esdan chiqib qolmasligi uchun 0 bo'lib qolmasin deb qo'yapman. Kelishdiki, nimani olib qo'ymasin? Minus 7. Ketdik, ishlayotgan paytimizda x plus 2 ning qovus kvadrati minus 9 teng 16 degan misol ekan. 10 ga olib o'tsam x plus 2 ning qovus kvadrati teng 20. Kimdir buni plus minus 5 qiladi, kimdir boshida boshlab olgan ochib chiqish uchun.
Zarari yo'q. Bir xil javob chiqadi. Nimani kvadrati 25 desa, 5 ni va -5 ni mana deysiz. X teng nimaga ayirsak? 3 ga. X teng -5 -2. -7. Nechta yechim bor ekan? Hozircha ikkita ko'rindi ko'zimga. Nimani olib qo'ymagin? -7 ni olsang xo'jayin mahraj 0 bo'lib qoladi. Shuning uchun bu xato javob bo'ladi. Faqatgina 3 degan to'g'ri javob bo'ladi. Tushunarli? Savol yo'qmi? Shartda o'zi nima degan? Nechta haqiqiy ildizi bor deyapti. Tushunarli? Bittagina. Keyingisi 10-misolga qaraylik. 10-misolimizda kublik tenglama berilgan. Nechta yechimga ega deyilibdi. Ochig'i ildiz biroz qo'rqitadi. Qovusni ochamiz, sal soddalashtiramiz. Qaraylik, x kubi -3 ta x minus ildiz osti 3x. Nega minus bo'lgan bildinglar? Minus kiryapti. +3 barobar nima? 0. Mana bu joydan x topib chiqib ketamiz. Ichkarida x kvadrati -3. Bu joydan minus qaranglar. Xo'sh. Mana bu narsa ildiz osti 3 ga ildiz osti 3 deganim yo'qmi aslida? 3 ni beradi. Maqsad ikkalasi ildiz osti 3 bir xil bor demoqchiman-da. X ishorasi minus chiqqanligi uchun ishora o'zgaradi. Minus ildizda 3 teng 0 ga. Mana bu narsa a kvadrat minus mana bunaqa qilsam zarari bormi yo'qmi? Qisqarib ketib 3 qaytarib beradim. Muhimi minus b kvadratga qo'yapman-da. A'imiz x vazifasida, b'imiz ildiz osti 3. Ayrilishi, demak qilinishi x minus ildiz osti 3, x plus ildiz ostida 3. Yiqqin desam. Shuni qaytarib beradimi yo'q? Beradi. Minus ildiz osti 3, x minus 3 ildizda teng 0 ga. Ikkalasi bir xil bo'ldimi xo'jayinlar? Guruhdan x ildizda 3 chiqib ketdi minusligi mana. Ichkarida x plus ildiz osti 3 minus ildiz osti 3 teng nimaga? 0 ga ekan. Ko'paytma 0 bo'lishi uchun mana bu 0 bo'lishi kerak. X minus ildiz osti 3 teng 0 ga, x teng ildizda 3 ga. Bitta javob bor hozircha. Ochib chiqsam x kvadrati plus ildizda 3x minus ildiz osti 3 barobar nimaga? Tinchgina diskriminant qila qolay. Bo'ptimi? Diskriminant b ni kvadrati minus 4 a c qisam minusi buni plus. Muhimi mana bu narsa 3 plus bu 4 ildizda. Muhimi diskriminant 0 dan nima? Katta javob. 0 dan katta. Endi shu holatda d 0 dan kattaligini bilganim uchun nechta javob bo'ladi deyman? Qaranglar. Mana bu juda ham bir irratsional, ya'ni o'ta bir xunuk son xullas oddiy qilib aytganda. Uni javoblari shunaqa ildizli bir sonlar bo'lib ketib qoladi va ikkalasi ham, demak, mana bu yerda ikkita har xil javob, bu yerdan bitta har xil javob chiqib turib, nima qiladi? Javoblar 3 xil har xil javob chiqadi. Kimdir qo'rqishi mumkin, masalan, ustoz, mabodo ikkita javobdan bittasi mabododa endi-da ildiz cho'p qolsa-chi deydi. Shundan ikkita javob bitta-ku, shu bittaga o'tib ketmaydimi deydi. Gapi to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri gapi. Tushundinglar? Endi sizlarga savol. Savol. Tasavvur qilinglar. Mana bu ildiz osti 3 degan son chiqdi, bitta javob bering. Bittasi ham bunaqa chiqdi misol uchun endi. Ikkalasi bir xil bo'lib qoldimi? Masalan, nechta javob bo'ladi shunda? Unda savol, shu misol buni javob bo'lsa, olib borib qo'ysa 0 chiqish kerakmi yo'qmi? Kerak. Nima chiqishini bilmayman hali. Shunchaki mana bu javob agar shuniki bo'lsa, olib borib qo'yaman 0 chiqadimi yo'qmi? Chiqmasa, buni ikkita javobi birortasi shunaqa bo'lmaydi. Gapim tushundinglar? Olib borib ko'rsam 3. Olib borsam bu ham 3 qo'shsam 6 dan ildiz ayrilyapti-da. Nima degani? Umidingni o'zi bunaqa javob emas, u bundan battar javoblar. Tushunarli? Juda bir g'alati javoblar chiqadi xullas. Demak, jami nechta javob bor? Ikkita, bitta общий, umumiy 3 ta javob bor ekan. Ma'qulmi? Keyingi masala ham bor. Masalan, to'g'risi grafik usul bor. Bunaqa fikr kelmasa, o'quvchiga grafik chizish keladi deb o'ylamayman-da. Gapim tushundinglar? Mana diskriminant. Mana bu narsa plus sonlar. Hammasi hisob kitob. Yana qo'shilyapti, Muhammad. Shuni hisobiga hammasi 0 dan kattaligi aniqda. D 0 dan katta bo'lsa, nechta javob chiqardi? 2 ta chiqardi. 0 dan kichkina bo'lsa, bo'sh to'plam bo'lardi. Esga tushdimi? O'sha. Grafik usul menimcha shart emas o'rtoqlar. Hozir men sizlarga aytishim kerak uchun mana bu joyda x kubni o'zini olib qol masalan. O'ng tarafga yana buni olib o't. Mana 1/7 taxminan
qo'shsa 4/7. Onani bunga yordam bo'lsin 5x o'ng tarafga o'tyapti. 5x bo'lib qaranglar bu yoqqa. 3 ham bu yoqqa o'tyapti minus bo'lib. Mana ikkita funksiya. Y bir funksiya, y ikki funksiya. Men aytsam, buni grafiki qanaqa bo'ladi? Tangensiga o'xshab ketadi. Masalan, mana bunaqa shaklda. Esga tushdimi qoidasi? Buni bilish kerak deb bola, ongli ravishda bilish kerak shunaqaligini buni. Bu chiziqli funksiya deyish kerak mana uni ko'rib. Masalan, 5x degani o'suvchi funksiya xullas, -3 dan o'tadi masalan, a? Bunday o'suvchi funksiya qolish. Men bunaqa narsa qilish kerak masalan. Kamida, mana bitta javob, mana bitta ikkita, mana bitta uchta. Agar u ijod qilib yuborsa bundayroq qilib, u yo'q bo'ladi u javob ham. Faqat bitta javob bo'lib qoladi. Keyin o'zini o'zi qiynaydi keyin. Tekkan bo'lsa-chi, faqatgina uringan bo'lsa-chi deydi. Ikkita emasmikin deydi. To'g'rimi yo'qmi? Miyasida qara, savolga qara. Yo bitta javob bo'ladi deyapti. Yo ikkita javob bo'ladi. Yo uchta bo'ladi. O'zi 4 ta variant bor. Tushunyapsizlar-a? Demak, muhimi ana yechimga ega emas degan gap bormi yo'qmi? O'shandan qutuladi har hol. Zato bitta joydan kesyapti, aniq. To'g'rimi? Zato nimadir bor. Ma'qulmi? Ana xato degan narsa chiqib ketadi miyadan. Kesishyapti-ku zato. To'g'rimi? Demak, boya aytganimdek, grafik sal xavfli. O'quvchining ijodiga bog'liq u. Sal yotqizib yuborishi mumkin. Kayfiyat yaxshi bo'lsa tikka qolishi mumkin, masalan, ikkinchi o'rniga ketib qolishi mumkin. Qitmirlanib tekkizib yuborishi mumkin, urinib turib qo'yishi mumkin, to'g'rimi? Va hokazo. Endi uni ham yo'li bor. Masalan, o'tiradi u. Bir berib ko'radi. Buni javob pastroqda, uniki teparoqda. Ikki beradi, uniki tepa past. Nuqtalarni birlashtirib, aniqroq qilib chizib o'tirish kerak hozir. Shundan topsa ham bo'ladi, lekin u qiyinroq. Tushunarli? Bo'ladi. 15-misolga qaraylik. 15 ta modulli tenglama ekan. Va bu 27-28 dekabrda tushgan savol ekan, xullas bu yaqinda tushgan savollardan bittasi. Ya'ni oxirgi tushgan sertifikat savollaridan. Demak, 15 ta nima qilsa bo'ladi? Modulli tenglamani yaxshiroq bilgan bola bu narsaga aqli yetadi. Qanaqa ma'noda? Modulni olib tashlash uchun uni bilish kerak, yo u plyus yo minus degan, to'g'ri? Biz esinglarda bo'lsa agar holat qilardik, modul ichini 0 ga tenglashtirardik. Endi kimdir aytishi mumkin, ustoz, mahraj bu 0 bo'lib qoldi hozir deyish mumkin-ku. Men 0 ni shunchakanu borligini bilaman, 0 ni olmayapman. Shunchaki 0 bu muvozanat. Xullas, bu taraf olaman, 0 ni olmayman baribir. Tushunarli? Maqsad son o'qida qanaqa sondir qo'yish, qanaqadir sonni qo'yish kerak baribir. Shu 0 ni qo'yib olaman, tushunarli? O'ylamanglar 0 teng qilib turib mahraj 0 qilyapti ustoz deb. Tengmas qilsanglar mayli. Muhimi shu 0, tushundinglar? Endi birinchi misol qilardik sizlar bilan. Mana birinchi misol. 0 dan oldin son tanlasam har doim nima bo'ladi ichkarisi? Manfiy bo'ladi. Manfiy bo'lsa minus qo'yib turib oldiga qo'yardi. Esga tushdim minusni. Shunda minus x kubi bo'lingan x plus 10 ta x, mana bu joy minus bo'lsa kiratdi bu yoqqa. Plus 11x bo'lingan x teng 0 degan misol ekan. Tushundinglar? Qaranglar, minusni faqat bularga qo'yasizlar modulga. Bularga qo'ymaysizlar. Minus 10x qilib qo'ymanglar. Bu shart modul uchun. Tushunarli? To'g'ri? Endi qisqarsa minus x kvadratimi? 10 x mi? Plus 11 teng nimaga? Minusni yo'qotdim, x kvadrat minus 10x minus 11 barobar 0. 11 kara 1 qildim v7 dan. Tushunarli? Plus 10 chiqish uchun birga x1 ikkita javob chiqdi xlarimiz. Birinchi shart 0 dan chap tarafda bo'lish kerak edi. 11 chapda bormi? Xato. Bunisi tushundinglarmi? Nechta javob bor hozircha? Bitta. Ikkinchi shart. Mana bu tarafdan son tanla. 10 tanlasam plus, bunisi ham plus bo'lsa, xo'jayinlar x kubi bo'lingan x, oddiy ochilar ekanda 10x, 11x bo'lingan x teng nimaga? Ketdi. X kvadrat 10x minus 11 barobar 11 kara 1 yana. Nima qilsam minus 10 chiqadi? Minus 11 qilsam. Nechta javob chiqdi bu safar ham? Ikkita, lekin qaysi biri to'g'ri? Faqat 1. Chunki 1 shu intervalda bor. Minus 11 bu yoqda yo'q. Bunisi xato. Nechta javob bor ekan? Plus minus 1 degan javob to'g'ri bo'lar ekan. Tushunarli? Nimani so'ragan shartda? Nechta yechim bor? Ikkita yechim bor ekan. Bo'ladi.